Bugungi kunda yosh avlodni raqobatbardosh mutaxassis qilib tarbiyalashning asosiy mezonlaridan biri ularga kasbiy bilimlar bilan bir qatorda xorijiy tillarni, xususan ingliz tilini mukammal o'rgatish hisoblanadi. Eliqala raqamli texnologiyalar texnikumining ingliz tili fani o'qituvchisi Guloyim Abduraimova tomonidan o'tkazilgan ingliz tilidagi noto'g'ri fe'llar va ularning o'tgan zamon shakllari mavzusida ochiq dars o'tkazildi. Mashg'ulot jarayonida axborot kommunikatsiya texnologiyalari, interfol o'qitish usullari, jamoaviy va individual topshiriqlardan samarali foydalanildi. Grammatik mavzular o'quvchilarning kelajakdagi kasbiy faoliyati raqamli texnologiyalar sohasi bilan uzviy bog'langan holda hayotiy misollar asosida tushuntirildi. Zamonaviy tarqatma materiallar, vizual slaydlar va ko'rgazmali qurollar mavzuni o'zlashtirishni yanada osonlashtirib, o'quvchilarning darsga bo'lgan qiziqishini oshirdi. Mashg'ulot davomida o'quvchilar nafaqat nazariy bilimlarini mustahkamladilar, balki ingliz tilida erkin fikr bildirish, muloqot qilish va nutq madaniyatini rivojlantirish imkoniyatiga ham ega bo'ldilar. Bu esa ularning kelgusidagi kasbiy faoliyatida chet tilidan samarali foydalanishga mustahkam zamin yaratdi. Ellikqal'a raqamli texnologiyalar texnikumida oliy toifali va yetakchi o'z kasbining mohir ustalari tomonidan grafik reja asosida nazariy va amaliy ochiq darslar tashkil qilindi. Ochiq darslar o'qituvchilarimiz tomonidan ilg'or pedagogik texnologiyalar, yangi metodlar bilan qiziqarli va tushunarli qilib o'tib berildi. Darslar davomida o'quvchilarimiz darsga qiziqishi yanada ortdi va yaxshi qatnashga o'quvchilarimiz rag'batlantirildi. Texnikumda nafaqat IT sohasi, balki ijtimoiy soha yo'nalishlarida ham ta'lim sifatini oshirishga alohida e'tibor qaratilmoqda. Xususan, maktabgacha ta'lim tarbiyachisi yo'nalishi talabalari badiiy ijodiy faoliyat fani o'qituvchisi Dildora Abdullayeva tomonidan o'tkazilgan sujetli rolli o'yinlar va dramalashtirish markazi uchun ko'rgazmalar tayyorlash mavzusidagi mashg'ulotlar interfaol usullarda tashkil etildi. Darsning asosiy maqsadi talabalarda maktabgacha ta'lim muassasalarida bolalar bilan ishlash jarayonida sujetli rolli o'yinlar va dramalashtirish faoliyatining ahamiyatini chuqur anglatish, ularni tashkil etish va jihozlash bo'yicha amaliy ko'nikmalarni shakllantirishdan iborat bo'ldi. Dars jarayonida zamonaviy pedagogik texnologiyalar, interfol usullar, amaliy mashqlar va jamoaviy ish shakllaridan samarali foydalanildi. Talabalar kichik guruhlarga bo'lingan holda sujetli rolli o'yinlar uchun turli mavzular asosida ko'rgazmalar, qahramonlar obrazlari, sahna elementlari va qo'shimcha jihozlarni tayyorlash jarayonida bevosita ishtirok etdilar. Ochiq dars davomida dramalashtirish markazini to'g'ri tashkil etish, ko'rgazmalarni bolalar yoshiga mos, xavfsiz va estetik jihatdan jozibador qilib tayyorlash masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, talabalar o'z qo'llari bilan tayyorlangan ko'rgazmalarni namoyish etib, ularni ta'lim-tarbiya jarayonida qanday qo'llash mumkinligi bo'yicha fikr va takliflarini bildirdilar. Eliqala raqamli texnologiyalar texnikumida bugungi kunning eng talabgor sohalari bo'lgan kompyuter injiniringi, dasturlash va kompyuter grafikasi yo'nalishlarida navbatdagi innovatsion ochiq darslar turkumi boshlandi. Ushbu mashg'ulotlar o'quvchilarning nazariy bilimlarini real loyihalar asosida mustahkamlashga qaratilgan. Kompyuter injiniringi va kompyuter tizimlarida dasturlash yo'nalishlari bo'yicha o'tkazilgan ochiq darslarda asosiy e'tibor zamonaviy dasturlash turlari, amaliy misollar va loyiha asosida o'qitish usullari qo'llanilib, o'quvchilarning kasbiy bilim va ko'nikmalarini yanada mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Eliqala raqamli texnologiyalar texnikumida faqatgina intellektual bilimlar emas, balki talabalarning jismoniy salomatligi va sport bilan muntazam shug'ullanishlari uchun ham barcha imkoniyatlar yaratilgan. Jismoniy tarbiya fani bo'yicha o'tkazilgan ochiq darsda zamonaviy o'qitish usullari, amaliy mashqlar va sport elementlari qo'llanildi. Ochiq mashg'ulot davomida o'quvchilarning jismoniy tayyorgarligini oshirish, jamoada ishlash ko'nikmalarini rivojlantirish hamda sog'lom raqobat muhitini shakllantirishga alohida e'tibor qaratildi. Bunday zamonaviy sharoitlarda o'tkazilayotgan ochiq darslar o'quvchilarning sportga bo'lgan qiziqishini yanada oshirib, ularning nafaqat bilimli mutaxassis, balki sog'lom va tetik shaxs bo'lib yetishlariga xizmat qilmoqda. Bugungi kunda texnikum kutubxonasi 8300 dan ortiq nusxadagi boy kitob fondiga ega. Kutubxonada nazariy
bilimlardan tortib, ilmiy tadqiqotlar, zamonaviy texnologiyalar, kompyuter grafikasi va dizayn, pedagogika, ekologiya va atrof muhitni muhofaza qilish kabi yo'nalishlarga oid kitoblar mavjud. Kutubxona doim yoshlar bilan gavjum bo'lib, talabalar u yerda ta'lim, ilmiy ishlarni o'rganish va shaxsiy rivojlanish uchun keng imkoniyatlarga ega. Kutubxonada an'anaviy kitobxonlik bilan bir qatorda raqamli imkoniyatlardan foydalanish uchun ham sharoitlar yaratilgan. Talabalar elektron kutubxona tarmog'i orqali eng so'nggi ilmiy maqolalar va onlayn resurslardan foydalanish imkoniyatiga ega. Bizning Ellikqal'a raqam texnologiyalar texnikumimizning kutubxonasida umumiy fondimiz 8395 dan tashkil qiladi. Bu fondimizda umumta'lim fanlar, maxsus, siyosiy, badiiy va bundan tashqari elektron shakldagi nusxalar mavjud bo'ladi. Bizning bo'limimizda juda ham kitoblar ko'p, keng ko'lamli. O'quvchilarimiz ham, o'qituvchilarimiz ham juda ham ko'p tarzda bu yerdan foydalanishadi. Kunlik har kuni o'quvchilar bo'sh vaqtlarini kutubxonada o'tkazishadi. Xonamizda bundan tashqari o'quvchilarni elektron shaklda kitoblar bilan ta'minlash uchun Alisher Navoiy nomidagi milliy kutubxonaga a'zo qilib qo'yganmiz. O'quvchilar bo'sh vaqtlarida kelib elektron shaklda kompyuterlardan foydalangan holda Navoiy kutubxonasini elektron shaklda kitoblarni o'qib, mutolaa qilib, saqlab, shunday foydalanishadi.